Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Malibu ustanofka bo'lyapti. Malibu ustanofka qilishni bilmaganlar uchun shunchaki oddiy ma'lumot sifatida aytib ketaman. Kamerani qilib keladi-da. Mana buni multimedia knopkani ichini telemaster, radioelektronika ustalariga urinib paromay qildirib olish kerak. Ya'ni mana ikkita tomondan ham minus simlar keladi. Mana qarasa. Bu o'ng tomonniki, bu chap tomonniki. Ikkalasi bitta qilinadi, bittasiga urinadi. Bitta qilib urinadi. Va bu multimediadan chiqqan bitta sim magnitofonni simiga ketadi. Bu ovoz ko'tarish uchun, tushirish uchun. Mana bu sim esa ikkalasidan chiqib, mana boqsin, mana bunisi o'ng tomondan, bunisi chap tomondan, ikkalasi bitta qilinadi-da. Bu patfarnik, ya'ni gabarit chiroqlarning simi. Buni vazifasi podsvetkani yoqish, ya'ni patfarnikni yoqqanda podsvetkasi yonadi. Tekshirib turamiz. Mana bu minus, menga minus berdik. Bunga esa mana ikkalasini bitta qilib plus berganimizda yaqinroq olib kelaylik-da. Podsvetka yonib o'chadi. Mana o'chadi. Buni knopkasiniki shu tartibda ulanadi. Asosiy rul qismi knopkalari bor. Buni ham kirish chiqish qismi bor. Ya'ni buni kirishi ham minus hisoblanadi. Minus beriladi. Ikkalasi ikkita knopkani o'ng va chap tomondagi bitta qilinadi-da, mana kamerani yaqinroq olib bitta qilinadi-da. Chiqishi esa mana bu bo'ladi. Keyingisi asosiy rul qismi. Ko'rsatishga urinamizda. Buni testerda plazmonka rejimga qo'yib tekshirib olib, bitta qismi testerda bitta shu qismi minus qismiga, ikkinchisi o'ng tomon knopkani chiqish qismiga. Mana knopkani bosgan paytim chiqish hosil bo'lyapti. Testerda plazmonka rejimi ishlayapti. Buni signalga yo'llab olamiz. Chap tomondagi oq simni bundan ham chiqqan chap tomondagi knopkani buni margatka, ya'ni dalay margatka. Shu tartibda bu knopka teriladi.